Saçlarına aşık oldum dadım hardasam sen hardasın. Saçlarına aşık oldum dadım Avvalambor hayit ayyomlarim bilan tabriklayman. Layklarimiz 92 ta bo'pti. Shuning uchun davay yana layklarimizni tizillatib bosib qo'yamiz. Hop, jitellar bilan birinchi 5 kun bo'lar ekan yurish. Birinchi kun jodugar boshlab berar ekan. Shuning uchun kutyapmiz. Hop, do'stlar, birinchi bo'lib ikkita jitel bilan ikkita ashnaqa urishar ekan. Hozir qo'yamiz. Do'stlar, endi bundan buyog'iga har kuni videolar chiqadi. Faqatgina yakshanba kuni chiqmay qolishi mumkin. Albatta hazil o'rtoqlar. Har kuni video chiqaraman. Do'stlar, mening oldingi YouTube kanalim ham bo'lgan. Lekin o'chib ketdi. Tak